Bunga hisob qo'ying. Yo'q, anaqalarim bor. Vaqtdan bo'lib qoldi, 3 minut qoldi. Sanoatni mana Shahboz Qulmolani. Biz xizmatdamiz yil uchun. Xizmatda. Ochib tursa-da bola. Va namuncha ko'rinmaydi menga. Keyin Abdu. Men tenga tutib olay qo'lingizni. Shu solamiz. Suv chayib kerak. Raqamli iqtisodiyot bormi? Iqtisodiyot fakulteti. Bank ishi. Benzin ekan. Kechki. Kim bor yana? Kim? Krems bormi? Boshqadan Krems bormi? Zo'r. Hammaga yoqimli ishladi. Bugun zo'r musiqalar bo'ladi. Xudo xolisa ovqatlanib olaylik, keyin davom etamiz. Guruch solamiz, a? Bu vaqtda reaksiyani ko'ramiz, iftorlik. Suvochni ichayotganligini. Reaksiyani ko'ramiz, qani. Alhamdulillah dedi. Qaysi singerga ovoz berasiz? Travis Scott. Travis Karti emasmi? Yangi albom chiqardi. Yo'q, Travis. O! Ana, tunu bo'ldi. Jinoyat ustida qo'lga chiqdi. Hozir bo'lsalar, oyda oxirida qilamiz yana. Ro'da chiqmasdan-da. Yaxshi. O'shani tayyor bo'lib qoldi, muhuddan. Xo'p, norin yoqdimi? Ha? O, ana. Qomat yo'q, Yeb qo'yibdi-da. Mana yegan odam. Yeb qo'yishmayli, yalab qo'yibdi-da oxirigacha. Men yomadim. Sezir yoqdimi? Sezirdan 2 bo'lak go'sht yeyishga ulgurdim, qolgan Amiranikiga tegmadi. Bu qiz yegan, hammasini. Ana shu. Ana shu qiz-a? Mana bu. Mana shu. Mana turgan ham ekan, men yangi o'tirgan. Ana shu yegan eng kattasini. Yo'q, Lepto, mana bugun o'tirish bo'lyapti. Xo'p, bizga hech bola berishmadi, o'zlari yeyishdi. Xo'p, muhuddim, agar meva bo'lganingizda qanaqa meva bo'lardingiz? Olma. Ha? Olma. Olma? Yoki banan. Sizcha yoki? Ananas. Ananas bo'lardingiz, gap yo'q degan. Xo'p, meva bo'lganingizda qanaqa meva bo'lardingiz? Meva bo'lganimda. Meva bo'lmasdim birinchi. Yo'q. Agarda meva bo'lsangiz, qaysi meva bo'lardingiz? Olma. Qulupni. Qulupni? Sizcha? Mandarin. Mandarin? Sizcha? Mandarin. Mandarin. Sizcha Iroda? Banan. Banan bo'larmi deysiz? Yo'q, oling. Qaysi meva bo'lardingiz? Qulupni. Nimaga? Bilmayman. Sizcha? Meva bo'lmasdim. Yaxshi. Otabek, sizcha qaysi meva bo'lardingiz? Meva bo'lmaydimi, kartoshka ham. Sabzavot bo'lmaydi. Ayta qoling. Ananas. Ananas. Yora qaysi meva bo'lardingiz? Meva bo'lganingiz. Bilmayman. Mandarin bo'lardi. Mandarin? Hamma biladi, hamma biladi. Nodir siz qaysi men qaysi mandarin? Qaysi mandarin? Qaysi meva bo'ladi? Ayta qoling. Meva kelmayapti. Olmami? Bitta olma. Doniyor. Qaysi meva bo'lardingiz? Meva. Tarvuz deganlardan. Qaysi meva? Gapirmadim, men hali aytyapti. Ayta qoling. Qovoq. Marakuya. Marakuya. Wow. Kakot. Kakos bo'larmi deysiz? Men meva olaman. Baqlajon. Unaqa. Siz meva olamida Baqlajon bo'ladi, baqlajon, ragam tortadi. baqlajon? Ha, qo'ray. Qarang, meva olamida bo'lganingizda siz qaysi meva bo'lish holi? Vishnya. Vishnya. Sizcha siz? Chereshadi. Bana kichik qiz. Kim aytdi bananni bundan oldin? Okey. Bodring. Mevalar aytdi, bodring bor-a? Mevalar bo'lsa to'xta. Ananas. Ananas? Ota chakduni yo boshqa. Yo'q.
Ano Dragon Ball'da bilasizlarmi? Ha, qizil dragon. Ha, o'shanaqa. Kim? Yo'q, Dragon. Dragon. Dragon zo'r Dragon? Dragon. Red dragon. Ana Kiwi. Qanday meva bo'lardingiz agarda? Qani aytingchi o'zingiz. Mana endi bilmadim. Noz qilishingizga nechi? Olcha bo'lardi. Olcha. Ana Alloh rozi bo'lsin. maymunjon deng, maymunjon. Maymunjon, wow, yo'q. Malinasiz, malina. Malina, bo'l, malina bo'la qoldi. Birdan 7gacha sizga bo'ladi. Bay. Mana toj. Bismillah. Oh, mano, men. Mahkam o'tirayapman. Mana. Mana oshni ham suzishdi. Qo'rg'oqamiz ham azasini endi. Nodir san'atini tatib ko'ramiz. Bismillah. Yozadigan o'zim olib kelgan qo'limda olib ko'rmadim. Yo'q, Salom. O'shancha ustidan chiqqan. Wow. Kelgan rostdan ham Nodirbekga rostdan ham qo'lda olib ko'rmasdan deydigan inson o'sha bo'ladi. Yes. Mana zo'r. Nodirga oltin kapkir anaqasini unvonini beramiz. Ashe bomba jinni chiqdi. O'tin yoqqanlarga nima dedilar? Nima kommentariy qoldirasiz? Kommentariy hali yotdik, oxirida aytaman. Da, guruchlari qalay chiqdi guruch? Rice. Zo'rmi? Sen oshga fikringizni aytvoring. Endi yotdimi? Aspirani oq puli qolyapti. Narvanimi? Zo'r. Yoqdimi? Qornim ochdi. O'rna chapga. Kerak qilaylik. Shunaqa oxirgi musiqa va shu bilan tugatamiz. Faqat endi eng qiyin payt keldi, eng qiyin nima bu? Shuncha olib kelgan lagan, o'choq, qozon, gilam, yana falon narsalarni hozir olib ketish kerak. Olib ketishdan oldin yuvish kerak bo'ladi. Okey. Da, ana, qaytamiz. Bu yog'ini ko'ramiz, balki ertaga qoldiramiz, olib ketish. Ko'ramiz. Va bu videoyimizda, bu blogimizda Farangiz tushmadilar. Salom Farangiz, qalaysiz? Yaxshimisiz? Nima gaplar? O'tirishdan kelganmi? Wow! Qanaqa meva? Ha, xo'p, agarda meva olamida tug'ilganingizda qaysi meva bo'lib tug'ilsiz? Tarvuz. Wow! Nima uchun? Yozda tug'ilganmisiz? Yana kim tarozida? Ha? Yana kim tarozida? Wow! Zo'r.